Assalomu alaykum ekran oldidagi ko'rarman do'stlar. Assalomu alaykum naq maydondagi tomoshabinlar. Kashliginglar xayrli bo'lsin. Ko'rayotganinglar Urumchi televiziya stansiyasi, Urumchi baravar taratqusi birlikda ishlagan Xinjiang Chinuri biofan texnikasi tajdorligidagi Xinjiang bo'yicha tunji qatim o'tkazilgan usul tema qilingan musobaqa tusini olgan cho'ng tipli san'at programmasi Xinjiang usul sahnasi. Ekran oldidagi ko'rarman do'stlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Xinjiang usul sahnasi programmasi. Men Abdul Qosim. Sahnimizning güzel riyosatchisi Iqbol Nig'mat xonqiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, baholug'uchi ustozlar, ekran oldidagi sevimli ko'rarmanlar. Ushbu sahnada xizmat oladi bo'larligimdan cheksiz iftorlanib turibman. Alqishlaringlarga tashakkur. Usul sahnamiz hayvatlik bir sahna. Usul parvonalari uchun qimmatli sahna. Tomoshabinlar, ko'rayotganinglar Urumchi televiziya stansiyasi bilan baravar taratqusi birlashib ishlagan Xinjiang Chinuri biotexnikasi tajdorligidagi Xinjiang usul sahnasi. Teşekkür. Rahmat, ko'p rahmat. Sahnalarimizda uzun zamanlardan beri ko'rilmagan samovar usulini etkapsiz. Nurg'un usul sohasida dan qozongan ustozlarimiz burunqi davrlarda o'ynagan. Masalan, biz kichik vaqtlarimizda andimunda ekranlarda ko'rib qoladigan bugun Xinjiang usul sahnasida mushu samovar usulini ko'rib to'liq hayajonlandim. Rahmat. Bağlı ustazlar, görürmen tomoshabin qarindoshlar hammanlarga Aqsular iltiqorim naqslim aytib kelgan Abdulmit Barhatdan o'tib salom. Rahmat. Xo'sh, undaq bo'lsa, bu usulning bahosini yana baholug'uchi ustozlardan anglaylik. Ömer Saydulla ustoz. Endi bu samovar usuli xalq ichidagi usul bu. Keng xalq omasining ichi taralgan. Shuning uchun mening deganim asosi jo'zning usulini tushmay, ayliqma jichalarni qilishim meningcha hojatsiz. Siz jo'zning ustida har xil harakatlar bilan qilgan bo'lsangiz meningcha chingon bo'ladi demoqchi bu. Ustalning ustidan tushmaylar o'ynagan bo'lsa, nihoyatda muvaffaqiyatli chiqqan bo'ladi demoqchi ustozimiz. Shundaqmi? Qani alqish sadolarimizni samovar usuli bo'lgan ekan. Rahmat. Qimmatli baholan berdi, qimmatli fikrlaring. Xo'sh. Xalcham Sidiq ustoz. İsminizni yana bir dana balam. İsmim Abdulmit Barhat. Qayerda o'qidingiz? Aqsularda o'qigan. Ha. 2006-yılı o'qish bitirish tarixni naqslamekka. Hozir necha yosh? Hozir 26 yosh. Bo'yturqingiz, o'zingizning chiroy, ishingizdan chiqayotgan sho'xluq usulga nayt maskeliz. Endi bu samovar usulining tarixi nayt uzun. Bu samovar usuli Aqsu viloyatining Kucha nahiyasidan tarqalgan. Kuchada Tudixiva, Tudiqari bala degan bir dadimiz o'tgan. Ha? O kishi samovarni o'ynagan. Endi hozir Kuchada bir xalq san'atchisi bor-ku. Hozir Kucha teatrda, ha? Madad Ahmad, ha? Bu samovar usulini keyingi vaqtda nihoyatda yaxshi o'ynaydi. Hozir Kuchadagi sayohatchilar kelgandilar, shu Ahmad mashrablar bo'lamdi, nimada bo'lsin oladi. Ko'rganmi? Men kuchalik deydi. Shundaqmi? Bu usulni sizga kim tuzab berdi? Cüretkam ishlab bergan bizning tarixni naqslamakining do'yan. Ömer ustozning gapiningmi davlisi borchu? Texnik mahoratingiz nihoyat yaxshi. Bu yana takrorlamayman, Aqsu teatrining sapaning usuldagi yuqoriligini isbotlaydi. Sizlar bir sarxil nomerlarni ekeldinglar. Endi bu yaqinqi vaqtda Xinjiang san'at yurti Naqshtul o'migi da bir tug'mas mashrab degan bir kechilik ishlandi oldingi yillarda. Shuningda mening o'quvchim Ilhom Muhammad bir samovar usul ishladi. Shundaqmi? 3 kishilik. Endi bu Bejillardim oynaldı, Abdunum rayındım oynaldı, xeyli yaxşı alqışlar erişdi. Ama bunu Hacı Rahman kan ustaz bizden usul
töhbikarımız, emmemizmiş otağan usulçularının ustazımız, Hacı Rahman ustazımı oynagan. Çınılarını meyek ağan, legerlerini oynagan, samaverlerini ağan, mana şu ustaz oynagan. En ahırkı hayatı 82. merkezde Türkiye'ye çıkış seferi sahnede ayaklaşkan. Merhum ustazımızga ehtiramlar bolsun. Şuna siz bugün muş samaver usulunu ekeptikensiz, men muşu münasebet bilen ustazını kattık eslayman, hemmemiz yeni bir hürmet bildirip çavak kuraydı. Hoş. Endi kani zürat oylap baksın, moşunu yeni mi beytip, sizni samaver bilen kandak dünyanın sahnesine yüzlendirişke kurbeti yetemdu, yetmemdu, men moşu bir talapni kımakçı men. Moşunun da yeni bir izlenip bakamsız. Buludu. He? Bu sahneye Ösün koştu. Uygur usulçılığımızı saklaş gerek. Terakki kıldırış gerek. He? Yenini kabul kılımız ama unutup kalsak biz uçuk gözümüz gitip kalıdı. Ümit silahının üstünlerde. Şundak o. Şuna ben bir bilet berek. Mübarek Rahmet. olsun. Halçam Sıdık Ustaz bir bilet taşıdı. Mübarek olsun. Ömer Saydullah Ustaz. Bilet. Mübarek olsun. Ömer Saydullah Ustaz bir bilet taşıdı. Mübarek olsun. Rahmet. Cesur Tursun Ustaz. Bir bilet. Mübarek olsun. Rahmat, mübarek bolsun. Hoş, endi yanıla en halkılık paytimizga kep kaldık ha. Yani ustaz tallayımız. Biz Mushtarim Naqsul Sanat Ömekide daviyelerimizin terbiyesi aslında her xil, her yangi turdaki nurg'unlagan usullarni o'yindik hamda nurg'un faoliyatlarimiz bor. Endi Bu da iki meydana kepsile aldığınki azırkı zaman akısı meydan milliyetçini bölüp ekepti. shu o'zimizning alohidligi vaqtirib ishlab qilpadi. Bularga ko'pdan ko'p rahmat, jabo chekdinglar. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Endi o'zimning talishi shu milliycha uyg'urcha usul bir xil harakat qiliblarga men o'zim bek amroqchi ham yaxshi qila olmayman deb o'ylayman o'zimni. Shu sababdan Halcham apayni talasam. Mübarek Halçam olsun. Sıdık Ustaz. Halçam Sıdık Ustaz'ın grupsu kirgenliğinizi kızgın karşılamız. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Hadi. Ustazlarına yeniği verin. Merhamet. Yani bir kıtım rahmet. Abdülhamid Ferhat, siz oynagan samaver usulü arkalı Halçam Sıdık Ustaz, samaver usulünün kısıkçı tarihinin köpçülükünü haberdar kıldı. Sizni mübarekleymen. Uygur usul peşvası Halçam Sıdık Ustaz grupsida yeni neticeler sizni kütmekte. Mübarek olsun. İleriki sahnemizde görüşelim. Müzika koyulsun.
usulni shundoq yaxshi o'maq o'yindingiz. Harakatlarni shundoq yaxshi sep. Kim qiladi bu usulni? Salima muallim. Nerede malumunuz? Ha? Muallimingiz birga keldimi? Keldi. Qani qayerda? Salima muallimni mo sahnaga taklif qildik. Marhamat. Qaraganda Salima muallimmi musobaqamizga numar ib kelgan o'xshaydi, ha? Shunda. Undaq bo'lsa, avval mush o'quvchingizni ham o'zingizni ko'pchilikka bir tanishtirib o'tdim. Men o'zim Kichannaylik Medeniyet bozorlarini boshqarish xonasida ishlayman. O'zim shu usul kasbini qizg'in so'yganlikdan shu ishdan sirtqi xizmatdan sirt vaqtlarda o'zim izlanib shu usulni o'zimga endi bir o'z kasbimda qizg'in suyib endi ishdan sirtqi vaqtlarda shuni o'zimni kuchaytirish uchun shunga bir kichkin bo'lsa-mu bir 5 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan araliqda bir usul sinfi ichib olgan. Ichib olib shuning bilan shu ilgari keyin bo'lib 2 qatim musobaqa qatnashdik. Dastlab 2 darajalik, ondan keyin 1 darajalik oltin mukofotlarga erishdik. 2015-yili shu 8 navbat yosh o'smirlar usul musobaqasida Uyg'ur sanamlarini o'ynab oltin mukofotga erishdik. Cho'ng mukofotga erishibsizlar. Shinjong Uyg'ur avtonom rayonida o'tkazilgan o'smirlarning usul musobaqasida. Salima muallim, undaq bo'lsa, bu o'quvchingizning ismi nima? Nazokat Ablatif. Demak, amsi bu o'quvchingiz musobaqalar qatnashganda shu oldida turib bosh usulni o'ynaydigan o'quvchilaringizdan biri o'xshaydi, ha? Bu qizim yaxshi o'ynadi. Men bir bilet bermem. Meni tanlasa, mening qishim kelsa, men shunday chiroyli usul qilib beraman. Rahmat. Mübarek bo'lsin. Ömer Saydullah ustoz bir bilet taşıldı. Xush bo'ldingizmi? Xush bo'ldim. Bo'ladi, undaq bo'lsa. Sonu shunda yaxshi o'ynadingiz. Endi mush qizvalning hozir nima oyoq kiyib oldi? Mashq qayiq ekan. Mau men deb beray. Tunogin aldirashchilikdan mushmagacha oyog'ini unutib qopti. Shunda chiroyli men putimdikidek oyoqda seriq. Kichik oyoq bo'lgan bo'lsa, texim chiroyli bo'lib keldi. Pashisi bor, shunda chiroyli oyoq qildirib bergan. Bo'ldi, tushundik. Bayqon jutdaman, ha? Bo'ladi. Ma'qul, men sizga bir bilet taşıdım. Mübarek bo'lsin. Cesur Tursun ustoz bir bilet taşıldı. Ömer Saydullah ustoz bir bilet taşıldı. Xalcham Sidiq ustoz. Mübarek bo'lsin. 5 bilet bilan o'tgandan o'tdingiz, mübarek bo'lsin. Dedik, apayım dedi, mümkün kadar özümüzün Uygurca toplarını kiyip kelsin. Takımağına pipekli. Cuma? Ma'qul. Uygur olgan ki Uygur özümüzün milli sizden abi 5'iniz gidek topunu kiyip kelsin. Şunlar çıraylık yarışıdı. Ma'qul. Bo'ladi, undaq bo'lsa. Singlimiz Nazokat. Endi ustozlar sizga chiroq yondirib bo'ldi. Undaq bo'lsa, muallimning ismini hammalarga anglangudek qilib bir davitaga qaysi ustozni tanlaysiz? Qaysi ustozni tanlaysiz? Ömer Saydullah muallimni. Ömer Saydullah ustoz. Muborak bo'lsin. Mübarek bo'lsin. Ömer Saydullah ustozning gruppasiga kirganligingizni qizg'in qarshi olamiz. O'mak qizim, keling. O'mak qizim Nazokat Abdumet, qo'limi jonliq, sho'q usuldan birini epkapsiz. Bu usul sizning bolalig'ingizga xushallik ato qildi. Bu xushallik sizga umrlik hamroh bo'lsin. Maktabdagi darslaringizni yaxshi o'qib, a'lochi o'quvchi bo'lishingizni umid qilaman. Tomoshabinlar, ko'rayotganinglar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Barobat taratqusi birlashib ishlagan Xinjiang Chinnuri biotexnikasi tajdorligidagi Xinjiang usul sahnasi. Muzika.
Aslanlar baktarı oldu, son aytkanım jalgan bolbosa jarım tөгün jarım çın jarandardın gönü üçün janda turgan kiş çok, bak jalınday kişi çok. Anan korkkan koy menen işi çok, oyadan dedi dey. Rahmat, rahmat. Ko'p rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men 3-nomer Aycholpan Abdursiz bo'laman. Men yurtim Aqchidan bu yil 22 yoshga kirdim. Millatim Qirg'iz. Assalomu alaykum, hurmatli jalpi qalin jurtlar yaxshilarmi? Rahmat, rahmat. Qayerda xizmat o'rningiz qayerda? Kasbiy usulchimi? Ha, hozir men u naqsh usulumikda ishlayman. Şinjan sanat yurti naqsh usulumikda. Xo'sh, undaq bo'lsa, bahalg'ich ustozlar nima deydi ekan? Qanday bo'lib men musobaqaga qatnashib qoldingiz? Bu musobaqaga birinchidan men mushu 8 yil usul o'rganib bu sahnaga chiqmasam, o'zimga va meni mushu beqib cho'ngaytgan ota-onamga yuz kelolmayman. Nima desanglar, bu usulchilarga yaratgan sahna bo'lgandan keyin cho'qim biz beshida mushu usulchilar boshlash kerak. Mushu yerdan hayotim boshlanadi deb o'ylayman, Xudoyim buyursa. Rahmat. Nima degan esil so'z? Nima degan esil so'z? Usulchilar bormi pastda? Bir chavak. Bir chavak. Men usulchi bo'lganligim uchun mushundaq Shinjongda yaratilgan cho'ng bir usul sahnasiga qatnashishim kerak. Bu mening mas'uliyatim demoqchi. Yaxshi, ma kiyimlaringiz g'irim. Hamma jihatdan shundami shu? Kasb o'zingiz nima o'qigan? Aqsu viloyatlik san'at maktabida 4 yil o'qib, o'tir texnikumni o'qigan u yerda. Undan keyin Mao Markaziy Millatlar institutida 4 yil o'qib, usul fakultetini bitirdim. Hozir shu artist kasbim. Men bir bilet qo'shildim. Muborak bo'lsin, Jasur Tursun ustoz bir bilet berdi. Rahmat ustoz. Xalcham Sidiq ustoz. Muborak bo'lsin. Xalcham Sidiq ustozning bir beltiga muyassar bo'ldingiz. Ömer Saidullah ustoz. Bu qiz harakatni nihoyatda muzikasini yaxshi tanlabdi. Harakatlarni nihoyat pokiza, nihoyat chaqqan, usulga bo'lgan o'zining hissiyotini nihoyat yaxshi. Shuning bir bilet berdim. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Aycholpan muborak bo'lsin. Endi ustozlardan tanlang. Qaysi ustozning guruhiga kirishni xohlaysiz? Albatta. Sata bergil. Qandaq panohingiz bor? Aycholpan Qirg'izlarning ichidan hozirgi mushu keyingi vaqtlardagi bir butun mush usul uchun apis tug'ib qo'ygandek bir qizgan. O'rinlash jihatda masala yo'q. Badiiylik jihatdan sahnaviligi ustun. Ammo keyingi o'silib yetilish jarayonidan aytganda menmi o'zimning Go'rpanga chaqirishni baxalayman. Biroq o'zimning ko'nglimdan aytganda Aycholpanning keyingi taraqqiyoti uchun, musobaqasi uchun meningcha Jasur muallim eng muvaffaq deb qarayman. Ustozlar o'zining guruhiga tortmay hozir bir-birini tashviq qilib ustoz Jasur Tursun ustozni sizga tavsiya qilmoqda hozir. Ömer Saidullah ustoz nima deydi ekan? Ma qizning hozir o'ynagan usuli, hozir Shanzayevining puroqlari bor, harakatlari bor. Hozirgi zamon usulining, zamonaviy usulining puroqi bor. Xalicham apayning digini to'g'ri Jasurni tanlasin. Sizmi bekchiroylik ishlatdingiz Ömer aka? Ömer Saidullah ustoz, sizmi qizlarning usulini bilishimcha karomat ishlaysiz. Aycholpan ham tanlang. Jasur Tursun ustozning guruhiga kiramsiz, Xalcham Sidiq ustozningmi, Ömer Saidullah ustozningmi? Tavsiya qilib kiryapsiz Jasur Tursun ustozning guruhiga? Mencha biz har qaysi ulutning ichida bir so'z bor. Mushu ulu qirg'izchaday. Uluning so'zini uqsang ulg'ayaysan. Shu cho'nglarning so'zini anglasa, cho'qim to'g'ri yo'lda o'ylayman. Shuninga men ma'lumlarning gapini anglab, jaloshini tanlayman. Jasur Tursun ustozning guruhiga qabul qilindingiz. Muborak bo'lsin, Aycholpan muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Aycholpan Abdursul muborak bo'lsin. Jasur Tursun ustoz guruhiga yo'lingiz parlaq bo'lsin. Muborak bo'lsin.
Manas dastan tasvirlangan to'limi chiroyli qirg'iz usulini o'ynab, hammamizni qoyil qildingiz. Aychulpan Abdursol. Ben İmam Hasan bo'laman. Bu yil 16 yoshga kirdim. Shinjong usul sahnasi qurilganligini men intayin yaxshi ko'rdim. Ham shunga qatnash yuzidan mishaga keldim. Ben shu joriy qildirgan shu usulim joriy qildira oladiganligimdan iqtidorimni shularga tunutib namoyon qila oladiganligimdan intayin xushal bo'ldim. Mayli men birinchi o'lay yoki bo'lmay, hargiz meyizlanmayman. Çünkü mening o'rlab qo'yqish, ya'ni bundan keyingi nurg'un musobaqalarim bor. Men shu usul sahnasiga qurilganlikka intayin rozi bo'ldim. Usul sahnasi mening sahnam. Muzika qo'yilsin. Köp rahmat, köp rahmat. Sahnamizga kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. Undaq bo'lsa, oldi bilan o'zingizni bir tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum, hurmatli bag'ilchi ustozlar. Nahmaydan ko'rinmanlar. Mening ismim İmam Hasan. Yurtim Qashqardan. Shu o'ttir texnikumni Shinjong san'at institutining o'ttir texnikumini bitirish oldida turmoqdaman. Ko'pchilik rahmat. Rahmat, pek chiroyli qo'yindingiz. Cesurluk, merdanlık sendiki. Bir parça ot o'xshatdim go. Menmo meyada riyosetchilik qilib, bu o'zi Qashqar shahridan kelibdi. Charchandimmi? Yo'q, Qashqar shahri. Qashqar shahridan kelibdi. Lekin o'ynagan usuli ko'rli Lopnur usuliga deyman. Xalcham Sidiq ustoz. Sizning bahoringizni olib boqayli. Bu yil necha yosh kirdingiz? Bu yil 16 kirdim. Bu usulni kim qilib berdi? Usulni shu o'ttir texnikumdagi Dilmurod muallimning yetakchiligida o'zimiz qilgan usul. Yaxshi o'ynadingiz. Kiyimlaringizmi Lopnurning bo'pti. Endi usul sahnasiga tunji navbat ichilayotgan bu sahnaga nayt tirishchanlik ko'rsatib kelibsiz. Hareketleriniz danımı pakiz, yaxshi o'ynaldi. Bu yil 16 yaş mı? Usul hayat musabınız texili uzun. Yana tirishchanlik ko'kitishga to'g'ri keldi. Chunki bu avtonom rayonimizda tunji o'tkazilayotgan usul mahirlariga tayyorlangan bir sahna. Shuning uchun kechiring, men sizga belet beremiz. Benim çıkısı yok. Ama davamlık tirişip, davamlık algı ilgirlep, çokum ki... Usulni yaxshi o'ynadi. Harakatlarimin danı. Lekin usul biraz oddiy bo'lib qolibdi meningcha. Endi bu sahna bo'lgandiki cho'qim murakkab, bundoq texnikalik harakat bo'lishi kerak. Hissiyotmi yaxshi. Lekin texnikalik harakat oz ekan. Shuni men bilemeyim. Ben hiç çıkısı yok, hiç çıkısı. Cesur muallim fikrinizni anlab baqamdi. Muzika, hissiyat, udar, shunday yaxshi. Men yaxshi ko'rdim. Sang birin beri.
Mübarek olsun. Mübarek olsun. Cesur Tursun Ustaz bir bilet verdi. Cesur Tursun Ustaz bir bilet taşıldı. Afsus iki ustaz sizga bilet taşınmadı. Şunun uchun o'tgandan o'tolmadingiz. Kechirsiz. Tanlanmagan bolsaqmı hech qisi yo'q. Usul sahnamiz sizni har vaqt qarshi oladi. Davomli tirishing. Marhamat. Başbun dostlar, İmam Hasan 16 yaş, Qashqardan kelgan. 16 yaş. Hayatı, sahne hayatı pek uzun. Tomoshabinlar, ko'rayotganinglar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Baravat taratqusi birlashib ishlagan Xinjiang Chinnuri biotexnikasi tajdorligidagi Xinjiang usul sahnasi. Birinchi darajalik mukofotga erishishini uzaq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib Xutiyar markasidagi a'lo sifatli savdo suyi ishlab, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Xutiyar fan texnika taraqqiyot shirkati 150 ming yuan qimmatidagi mukofot buyumi bilan ta'minlaydi. Amin kitobchiligi ikkinchi darajaga erishgan mohirni 100 ming yuan qimmatidagi moddiy buyum bilan mukofotlaydi. Ozuqum qora bug'doy diabet yurishlik mahsulotlari 3. darajaga erishgan mohirni 50 ming yuan qimmatidagi moddiy buyum bilan mukofotlaydi. 3 kelishgan yigitimizga, palvonimizga ko'p rahmat. Amerikada moda bo'layotgan, hozir yoshlarimiz qiziqib o'rganayotgan ko'ch usulini olib kelibsizlar. Usullarning orasida Uyg'urcha, Qozoqcha, Tojikcha usullarning sinosini ko'rib olg'ili bo'ldi ekan. Nihoyat yaxshi loyihalabsizlar. Assalomu alaykum barno yigitlar. Alaykum assalom. Usul sahnamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Nihoyat yaxshi o'ynab berdinglar. Maydonning kayfiyati nihoyat yaxshi. Undaq bo'lsa, o'zinglarni tanishtirib o'tamsizlar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Biz mushu San'at maktab institutining bu yil bitirgan o'quvchilari Xinjiang san'at institutining Sho'ba san'at maktabining usul kasbida o'qiysizlar, shundaqmi? Bo'ladi, undaq bo'lsa, uchunglarni bir tanishtirib o'tamsiz? Yaxshimisizlar? Mening ismim Mutbulla, bu yil 18 yosh. Assalomu alaykum, ismim Dilyar, 17 yosh. Assalomu alaykum tomoshabinlar, ismim Shahzod, 16 yosh. Rahmat. Ömer Saydulla ustozdan fikir anglaydi. Üçüsü nəhayət yaxşı oynadı. Onun üstüge hareketlerinin birliği yaxşı iken, onun üstüge bularning bir alaylığı hem de chet elning usullariga Uyg'urcha usul hareketleri hep nəhayət meningcha nəhayət chungun bo'lgan hem de. Qozoqcha muvaffaqiyatli bo'lgan usul deb ta'rifladim. Muvaffaqiyatli bo'lgan. Yana yaxshi tirishishni umid qilaman. Bir bilet tashladim. Rahmat. Muborak olsun. Cesur Tursun ustoz. Endi mavu Şeyh Ahmedniti Amerikanınki koç usulga, endi Uygurcha hareket, Mongolcha hareket. Endi nima qo'shdinglar? Tojikcha. Tojikcha, iliq tojikcha mi? Sen o'ynagan tojikcha hareket. Shuni qo'shibdilar, shunda qizg'in yaxshi bo'pti. Kiminglarda? Şu biz bu usulni o'zimiz mushuna musiqalarni olib ham o'zimiz bir yakkab hamda hisobda birga o'ynagan chaqda birga chiqargan usullarni bu darga tushiriblam. Shu usulni bir şey chiqardik, keyin ondan keyin chiqnaslar tayyorlik bizga kam kechirishinglarni. Tayyorlikda sal kam bo'lib qolibdi Jasur ustoz. Biroq yaxshi. Men birdan turib turay, ya. Qalchamsida ustoz. Buni endi uchunglar xeyli erkak birliginglar bo'pti. Ritminglarmi yaxshi. Udarliginglarmi bo'pti. Gerçi men bir milliy usulchi bo'lsammi, men Amerikalarda, Afrikalarda bu usulni ko'p ko'rgan. Bizning Uyg'ur yigitlarining bunda o'ynasimi yama yo'q. Chunki davr taraqqiy qilyapti. Shu sababdan men sizlarga bir bilet beray. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Qalchamsida ustoz bir bilet taşıldı. Cesur Tursun ustoz. Bir bilet. Rahmat. Mübarek olsun. Mübarek olsun.
ustoz tanlash bosqichi qadam qo'ydinglar. Qani, marhamat. Maslahatlashib oldik yana. Maslahatlashib oldinglarmi? Maslahatlashib oldik. Sizlar cho'qim sahnaga chiqishdan burunlam o'ylashib olgan o'ylayman. Bo'ladi undaq bo'lsa, darhol. Jasur ma'lum taldiq. Muborak olsun, muborak olsun. Xo'sh. Qani, ustozlardan ko'rishaylik. Koç usulunlarga ko'p rahmat. Koç usulu qo'shgan ijodiyatinglarga rahmat. Kelishgan yigitlar, kelarki sahnamizda yangi qiyofat, yangi mazmunli usullaringlar bilan ko'rishaylik. Lutfullah, Dilyar, Shahzod, muborak bo'lsin. Muzika qo'yilsin. Oma kızım isminiz ne mi? Dilmira. Dilmira. Usulni yaxshi o'ynadingizmi? Yaxshi o'ynabdi. Yaxshi o'ynaganingizda qanday bilib oldingiz qizim? Özüm hareketlerim çıkarıp, özüm usullarım çıkarıp oynagan ki özüm bile olayım. Ma sakindikilerimiz kopup gitti, o neymiş kopup gitti. Lekin senindikiler memnun. Ben daha çıraylık oynayacağım ki ulan kopup çaba çıkıyor. Vay. Bo'ladi, oma qizim Dilmira, mush usulni o'zingiz ishlab, o'zingiz o'ynab, o'zingiz tayyorlab mishaga keldingizmi? Men bir e'lon bordi, zukam jabri, men shuni e'lon qilib beraymi? Ma'qul, e'lon qilib bering. Akşam uçakda zukamda kaldım. Akşam uçakda balaha zukamda kaldım. Yüzüğüne bir isem, bıraklapla umşaldım. Hocam. Güzel. Ay rahat, bırakay zuka ömdüm cevri. Asta. Ablatga ma qizg'i Chinnori Biopan texnikasining e'lonini yodlatqizib qo'ydigan ishkan. Bo'ldi. E'lonim debdi, Yezixonni boshlab kelaylik sahnimizga. Endi Yezixon kamasi bo'lmadi. Buni ko'rsatib Yezixonni akilimiz sahnimizga.
Bo'ldi, sizga Uyg'ur korxonalarining hammasi sizni ham e'lon chiqargan bo'ldi. Bo'ldi. E'lon mana. Qizim, o'zingiz yolg'iz keldingizmi? Apisi kelibdi, apisi. Apangiz qana? Ana. Chaqiring. Bir tal qizingizmi? Ikkinchisi ham tug'ilg'ili 13 kun bo'ldi. Voy! Analar mushundaq ulug' mana. Ikkinchi farzandini yengib 13 kun bo'lgan ana birinchi farzandining san'at ishqiga tang jo'r bo'lish uchun birlikda shuncha uzun yo'llarni besib mana mush sahnamizga kelibdi. Analar mushundaq ulug', ana bo'lmoq mana mushundaq tas. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, naq maydondagi shundaqlar ekran oldidagi barliq tomoshabin do'stlar, yaxshimisizlar? Qizim Dilmira bu yil 4,5 yoshga kirdi. Balamniki tilini baldır chiqaray ham barliq jiq narsani ko'rkatsam, aqliy qobiliyatim yaxshi taraqqiy qildi deb o'ylab, psixikasi, mayli bolalar cho'chaklar bo'lsin, naqshi muzika bo'lsin, har xil plastiklarni akilib, balam kelgan shu chaqdilam, 6 oylik bo'lib, mangmagan chaqdilam, har xil muzikalarga, har xil usullarni o'ynab ketdi bu balam. Har xil inkaslarni bildirdi, qo'l harakati orqali. Hozir ishqonlarning gapiga turanmadi o'ynag'isi kelibdi degan. O'ynamas bo'laverdi. Yezi qo'lag'im o'ynaydi ekan. Endi Eloncha shirkatiga qizim Chin Nuri biotexnikasiga, Eloncha shirkatiga shularning e'lonlarini obdan yodlab o'ynab bering. Bo'lamdi qizim? Jiq gap qilsak bo'lmaydi. Bir bilet berdim. Rahmat. Muborak bo'lsin. Dilmira qizim muborak bo'lsin. Ömer Saydullo ustoz bir bilet tashildi. Jasur Tursun ustoz. Muborak bo'lsin. Rahmat. Xo'sh, Xalcham Sidiq ustozimiz nima deydi ekan? Muborak bo'lsin. 3 ustoz sizga chiroq yoqdi. O'tdingizmi, o'tmadingiz? O'tdim. Kimni tanlaysiz? Xalcham Sidiq apam, anamni apam tanlayman. Xalcham Sidiq apamni, Xalcham Sidiq anamni, yana Xalcham Sidiq apamni tanlayman deydi. Bo'ladi. Nima tanlaydi ekan? Nimishqa Xalcham Sidiq apasini tanlaydigan bo'lib qoldingiz? Men Xalcham Sidiq apamdan usul o'rganma deb kelganki, shuningga Xalcham Sidiq apam tanlayman. Undaq bo'lsa tushib, Xalcham Sidiq ustozning yeniga bering, bularni. Cho'ng opangizni quchoqlab so'ying, keling. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Xalcham Sidiq cho'ng opingizdek usul peshvosi bo'ling. Omak kızım Dilmira Muhammed Ali, siz üçün bekmi hoş buldum. Bilimlik, cüretlik, oçuk fikirlik, ahlaklık, çeçen kız buluşunuzni çin yüreğimden tileymen. Muzika.
hikayesi var. Hikayesi var. Hikayesi var usul, anadaki muhabbetlik usul. Uygur dehqon qiz yigitlarimizning o'tdak muhabbati tasvirlangan usulkan. Bu qizni uzun saqlab ketdingiz, ha? Kelmedi ahiri. Keldi. Intayin sharmay ayoliq, chaqqon, tetik, aqlli qizkan. Yosh qizni tepsiz. Yog'ilg'ini qo'yib tushib ketdi. Bo'ldi, muhabbatni sizga berdi. Yana bir merdana yigitimiz sahnani larziga soldi ya, tomoshabinlar. Alqış sadalarimiz bilan madhiya qildik. Rahmat. Xo'sh, undaq bo'lsa, merdana yigit salomingizni anglab baqaylik. Assalomu alaykum, barliq ustozlar. Bugun mana bu sahnaga kelib, o'zimizning talantini ko'k soatimizga intayin xursand bo'ldik. O'yinig'ili usulni, putqi kiydim massamni, sannatiga Uyg'urning qo'shaymanmi hassamni. Uganda usulni biroz. Tixi bartur çalısı. Ügünümüz biz tixi. Biz mi Uyg'ur balısı. Rahmat. Sanat maktabida uzun bo'ldi. Bir yil bilim elib ketganiga 2009-yil qaytib ketdik. Shundan buyon Qozog'istonda yana o'sha musharka ustozlarimizning bergan bilimini shu vaqtga Uyg'urlarmi o'z millat usullarini o'rgatsakka, haqiqiy Uyg'ur usulining nima ekanligini bildirsakka deb va'da qilib ketgan san'at institutiga ko'pdan ko'p rahmat. Maktabiga ko'pdan ko'p rahmat. Barakallah. Rahmat. Elimiz bizga nihoyatda dabdablik salomlarni elib kelibdi. Xursand bo'ldik. Undaq bo'lsa, nom sharifingizni deb aytsangiz bo'ladimi? Mening asli kasbim usul. Mushu kasbni talabmankan. Hayotimda boshqa narsani o'zgartsam o'zgartmankin. Lekin bu kasbimni o'zgartamayman. Mening ismim bo'lsa Yolqinjon, o'tdakli yinib turaman. Usul uchun o'tdak yinib turadigan Yolqinjon. Sen Qozog'iston tug'ilganmi? Qozog'istonda tug'ilgan, dadam G'ulja tug'ilgan, G'uljilik. Bugun chiqqandag'ini bildim. Agarda cho'plik bir kelib emgak qilayotgan chaqda yaxshi ko'radigan qiz bola endi bir muhabbatni yağlıqını tashlab qo'ydi degan tushunimiz endi. Shunda bir meni kichik vaqtda olib o'tding hozir. Men shu kichik vaqtida G'uljining Nilqinayasida tug'ilgan, biz shu ta'tillarda chiqib, mazoq terib, cho'p o'rib, ashta ta'tillarda ashta qilatdiq, eshak karvoni aydab, qo'yib beqib endi bizning qo'shnilar nima qilsa bizmi dadamizga qo'yib beramiz, baqmamdi deb shu vaqtlar endi ism qilib ketdi. Menchi bu sahnaga sen yeni bir hissiyatni akeldin, ben sana bir bilet vermem. Mübarek olsun. Cesur olsun ustaz, bir bilet taşıldı. Ömer Saydullah ustaz. Hem de bir vakaylık usulunu açıksız, kızıllarının muhabbeti. Bu ifadeleşmesinde yakşı hareketleriniz başında çakarken ben bir bilet taşıdım. Mübarek olsun. Rahmet Ömer ustaz. Saydullah ustaz bir bilet. Halcam ustaz. Mübarek olsun. 3 ustazın beltiga müyesser buldunuz. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Yana keyingi qitimda buningdan chiroyli usullarni aklashga va'da qilaman. Ustoz tanlash bosqichiga keldik. Endi mening yaxshi ko'radigan milliy usul bo'lgandan Ömercan ustozimizni Mübarek olsun. Mübarek olsun. Yalqinjon, sizga programmamiz nomidan yalqinlik salom. Siz bizga usulungiz orqali Uyg'ur dehqonlarining muhabbatlik turmushini eslatdingiz. Eng muhimi Ömer Saydullah ustozni ta'sirlantirdingiz. Şişanınızda akan terdili körüyle çıkıp ki usulün bütün vücudunuzla oynap mana. Katı neticelerini aldınız, hoş bulduk. Köpten köp rahmat bugun shu tanlagan ustozlarimizga köpten köp rahmat. Ko'rgan tomosha bulog'imga köpten köp rahmat aytamiz. Olmaotadagi yana Qozog'iston turayotgan barliq qarindoshlarimga men Yolqindan yalqinliq salom. Tomoshabinlar, ko'rayotganinglar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Baravat taratqusi birlashib ishlagan Xinjiang Chinnuri biotexnikasi tajdorligidagi Xinjiang usul sahnasi. Yaxshimsizlar? Mening ismim Mahira Mo'min. Men bu qitimqi Xinjiang
usul səhnəsiga qatnashishga keldim. Tanib qalsam, onunla texnik xoşal bo'lib, bundan keyin musobaqaga, texnik zo'r musobaqa natijalarini qo'lga keltirishga tirishaman. Rahmat. To'limi chiroyli usulni epkapsiz. Kiyimlar qizil qora o'ynabsiz bugun, ha? Bo'libmi, maydisidagi gul, nima degan kelgan ispan qizi. Muzikasi qarsam lambada. Sahnamizdan tövəndəki keyfiyyətlərmə nəhayət yaxşı oldu ya. Xoş, özünüzü tanışdırıb etdim. Assalamu alaykum, hürmetlik ustazlar, qadirlik tomoshabinlar. Yaxshimisizlar? Men Mahira Mo'min bo'laman, xizmat o'rnim Shinjang iqtisod universiteti, o'zim Urumchidan. Voy, bu ajoyib bir ish bo'pti bu, ha? Axborot o'rnidan kelibdi. Akagan usuli alayda yana, ha? Bo'ldi, sizdan juritingizga barakalloh. Qani ustozlarning sizga bo'lgan bahosini olib boqaylik. Jasur Tursun ustoz. Yaxshi, ha? Shunda bir shok o'tni ko'rdik. Endi men sizni burunqidan xeyli o'rqlab ketibsiz. Gapni rasmiy anglabsiz. Anikin sizning kiyimingiz qarang. Ayiqingizdagi qizil, ko'yningizning tagidagi qizil, halqingiz, ko'xingiz, qari bilan shunda birlashgan pokiz, shikirangdilla. Mana nima olgan? Xongi xey deb qo'yamdiq. Qizil va qora. Qizil va qora. Shunda yaxshi bo'pti. Usulingizmi shunda? Usulingizni o'zingiz bir tushuntirib o'tingiz. Bu usulni hamda o'zim butunlay ijod qildim deyamayman. Vaqt qislig'i bilan men bu usulni burundulla o'zim mana shu latin usullarini yaxshi ko'rman, latin naqshlarini ko'p anglaganligimdanki, menda ashta bir hujayra bor deb o'ylayman. Shuning bu qitim ustoz taklif qilishim mumkin bo'lmay qoldi. Vaqt qiz. Shuning latin muzika, naqsha, plastilkalardan o'rnak elib, ko'rib degandek, jamlab degandek mush latin usulni o'ynab chiqdim. To'g'ri. O'ynaganimiz shu latin usulining bir turi, ha? Lambada. Latin usuliningki samba turi. Lambada, shundami? Samba. Lambada asta bo'ldi, asta bir turi. Lumba deymiz. Samba deganimiz sho'xroq o'ynaydigan latinning bir turi. O günkü lambadani akapsizga bu da sambani akapsiz latin usuldiki. Asli sho'xni samba deydik-ya. Samba. Bu endi bu tantarbiya usulining bir turi kirildi. Biroq shunda yaxshi o'yindingiz. Mening deganim sizdek mushta gazet axborot o'rinlarida ishlaydigan. Axborot o'rinlarida ishlab, ishdan sirtqi mushta bedenini çiniqtirgan mushta usullarni o'zingiz yaxshi ko'radigan usullarni o'ynab bo'lsa bir endi bir bizning bir ruhni ifodalaydi-da endi nima qilgankin o'zingizni shunday yaxshi o'yindingiz. Bundan yaxshi o'ynaydim. Vaqt qisqa kelib qoldi. 7 oylik qizim bor. Baliq qarimsam texi, mashq qilsam texi vaqtning ichida vaqt chiqarib tayyorladim. Şunu xapamay Jasur ustoz bir bilet berib etgan bo'lsangiz. Ya men bermayman demedim, cho'qim beraman. Kiyimini degan jaqli beraman. Shunga pakiz, o'sha kasbchidek loyihalabdi kiyimini. Men sizga bir bilet. Rahmat. Muborak bo'lsin. Jasur Tursun ustoz bir bilet berdi, muborak bo'lsin. Ömer Saydulla ustoz. Men bermay deb o'ylagan hamda. Unda qilmang. Ya primer, lekin uruqlan o'tganim shu uruqlan degan biz. Xili uruqlagan fursat bersangiz bundanmi yerim uruqlab. Balibaka Ömer Saydulla ustoz, Balibaka bek uruqlab kelsa baq qilinmaydi. Usul sen so'g'ankin har ranglik, har xil usullar bo'lish kerak. Ammo bir turi bo'lmaydi. Shunga buni kelgan vaqtda azroq uruqlan bir bilet berdi. Muborak bo'lsin. Ömer Saydulla ustoz bir bilet. Muborak bo'lsin. Xalcham Sidiq ustoz. Xush kelibsiz iqtisod gazeti. Rahmat. Xalcham ma'lum. Siz mening fikrimni qabul qilib alaydan o'rqlabsiz, ha? Lambadın sambağı ötübsiz. Ciddilik kasbi usulculardan yaxşı oynadınız.
Uyghur usulçılığını mı müştah pakiz terakki kıldırışkı tamamen boludu. Uyghur usulunu birinci yaxşı görmən əlbəttə. Terakki bizmi Uyghur usulü da milli usulçılıqdı mı? Müşünda şuğurup qabul qilishqi boludu. Sizge men bir bilet bermen o. Mübarek olsun. Mübarek olsun. 3 ustaz sizge bilet taşıldı. Ötkeldin öttünüz. Qani. Endi ustoz tanlaydigan bosqichga kelib qoldik. Qaysi ustozni tanlaysiz? Zamonaviy usulga asos solg'uvchi Jasur muallimni tanlayman. Mübarek olsun, mübarek olsun. Cesur Tursun ustozning gruppasiga kirganligingiz qizg'in tabriklayman. Sahnimizga rang qo'shqiningizga rahmat. Xo'sh, ustozingizga yiniq bering. Marhamat. Qani. Mahire Mömin, sizdeki cüretki barakallah. Ustazlarının sizni yaqtırğınığı barakallah. İqtisat kesitdeki xizmatingizga ustuq, turmushingizga baxt tilayman. İleriki sahnimizde Cesur Tursun Ustaz gruppasini ko'rishaylik. Mübarek olsun. Birinchi darajalik mukofotga erishishini uzaq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib Qutiyar markasidagi a'lo sifatli savdo suyi ishlab, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Qutiyar fan-texnik taraqqiyot shirkati 150 ming yuan qimmatidagi mukofot buyumi bilan ta'minlaydi. Amin kitobchiligi 2-chi darajaga erishgan mohirni 100 ming yuan qimmatidagi moddiy buyum bilan mukofotlaydi. Ozuqum qora bug'doy diabet yurishlik mahsulotlari 3-chi darajaga erishgan mohirni 50 ming yuan qimmatidagi moddiy buyum bilan mukofotlaydi. Albob go'sht mahsulotlari Şinjan usul sahnesi programmasini alohida qo'lladi. Muzika qo'yilsin. Aytılıp aldın tavak ey, tavakdek yumulak ey. Vay ay ey, gün kızıp geldi bahar, bağda yumulak ey. Vay yar yar ey, ey yar, ey yar, ey yar ey. Vay yar yar ey. Gözlerin nuru zekiye, sürtüzük oyna bulak ey. Vay yar yar ey yar, ey yar, ey yar ey. Vay yar yar ey. Dostlarım oyna ey, apızıl gülün bunçası ey. Vay çürgülüp oyna. Vay dostlarım oyna ey, barda cananım bolsa ey. Vay dostlarım oyna. Aylansın gülüm aylansın ey. Vay dostlarım oyna ey. Vay boylarım aman bolsun ey. Ey dostlarım oyna ey. Vay çürgülüp oyna ey. Vay çürgülüp oyna. Rahmat, ko'p rahmat. Ko'p rahmat sizga. Ko'k mashripidan ariya ep kelibsiz. Mush fursatda ekran oldidagi ko'rarmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar, 3 ustoz hammanglarning Nuruz bayramiga muborak bo'lsin. Rahmat. Xo'sh. Undaq bo'lsa, Salima ma'lum. O'zingizni yana bir qitim tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum. Hürmetli ustozlar, assalomu alaykum. Ekran oldidagi naq maydondagi tomoshabinlar, hammalarning bo'sh vaqti xayrli bo'lsin. Rahmat. Undaq bo'lsa, ko'k mashripining usulini ko'rib hammanglar nihoyat huzurlandik. Ustozlarningmi chehrada tabassum jilvalangandek qiladi. Qani ustozlar nima deydigini anglab boqsak. Ömer Saydulla ustoz. Usulni o'zingiz qildingizmi deyman. Usulumni mau Dulqun ma'lum ishlatadi, Dulqun Tursun ma'lum.
Pichan ömekdiki. Ha, pichanning ko'k mashrubi. Dolqin pichan ömekning tanjig'i. Usulmi yaxshi bo'pti, endi harakatlar biroz oddiy bo'lib qoldi. Shu vaqt qisqa bo'lganlikdan, shu damlash vaqtda, shu Chag'an bayram damlash vaqtida ishlab berdi. Shu o'zimni meni mashq qildiran vaqti yo'q. Hatto tunogina degandilla, taqdirmi harakatlarni o'zgartib, men degandek o'zimga badimga singdirib bo'ladim. Shunday. Rahmat. Rahmat. Ömer Saydulla ustoz. Bir bilet taş. Rahmat. Mübarek bo'lsin. Ömer Saydulla ustoz bir bilet taşıldı. Mübarek bo'lsin. Cesur Tursun ustoz. Endi bir yeni timini ko'dama Uyg'urcha usulning ichidan bir yeshillikni ko'tirib madinlagan endi usulning harakatlari oddiy, bek oddiy. Bizning mana musobiq endi 150 dan manchini qillaymiz, munda qilib yuqorga mangdi. Shularni o'ylashib men bu biletni tashlamaymiz. Bo'ladi. Xalchan Sidiq ustozning fikrini anglab baqsaq. Salima xonim, siz bir yaxshi ustoz bo'libsiz. Ha? Siz garchi endi usulchi mukammal bo'lmaysizmi? Sinib ochdim degandingiz, o'ynagan usulingizdan bu yaxshi bir ishni qilib o'tibsiz. Endi bu maysi usulini chiqdingiz. Siz yuqoriroq qachida chiqdingiz. Yoshlar sizlar o'qimaysizlar. Şinjan Naqshsul ömrining 50-60-yillarida merhum ustoz Hacı Rahman ijodchiligidagi ataqliq Uyg'ur xalqining kompozitori merhum Qurban İbrahimning muzikasida 17 qizga maysi usuli ishlab, kichik taqsilarda maysini ko'tarib, Şinjanning sahnalarida yaxshi o'ynalgan, olqishlangan. Demek bana yerim asırdan keyin bugün siz bizim iktidarlık yaş rejissor Dolqin Tursun'un yetakçiligida bu usulni bana Qutluk No'ruz aylarida sahnimizga akapsiz. Sizga rahmat, Dolqinga rahmat. Bu tema nayt yaxshi. Afsus bu yerda biz icadiyetini bahalamayız, artist mahirini bahalayımız. Endi siz bir medeniyet xadimi buluş süpütünüz bilen artistler cüret kılamagan sahnege siz bir küçük nareside kızcak şagirtiniz bilen özünüz kepsiz. Menimce bu kadirleşke arziydi. Sizge rahmet. Men muşu tirişçanlığınız, muşu royunuzga, bizning Şinjanning Turpan viloyatining güzel şehri bo'lgan Pichandin kelganingizga qutlab bir bilet beray. Rahmat. Mübarek bo'lsin. Xalchan Sidiq ustoz, Ömer Saydulla ustoz, Taratqusi hamda Şinjan Chinori biotexnik şirkati birlashib tashlaydigan bir bilet sizning qo'lingizda. Tomoshabinlar belgilsin. Bilet taşlaşını qalaydiganlar qo'linglarni ko'tarsanglar. Voy. Qo'l ko'tarmaganlar yo'q-ku? Bulamdı yoki? %100 bo'ldi. Cho'qim tashlaymiz endi. Bo'ladi. Urumchi televiziya stansiyasi, Urumchi baravar taratqusi, Şinjan Chinnuri biopantexnikasiga vakolatan sizga bir bilet. Mübarek bo'lsin. Rahmat. Baravat gruppasiga kelganingizda qizg'in qarshi olamiz. Rahmat ustozlarga, rahmat tomoshabinlarga. Mübarek bo'lsin. Baravat. Mana xon. Mana biletlar. usul sahnesideki yolunuz kengri bo'lsin. Baravat gruppasiga tanlandınız. Usul sahnemiz sizin saklaydı. No'ruz aylarida mays usul orqali hammamizning No'ruz bayramini muborak qildingiz. Rahmat sizga. Ekran oldidagi ko'rarman do'stlar, naq maydondagi tomoshabinlar, No'ruz bayramingizga muborak bo'lsin. Kelar sonimizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.
sevgen cananim sol benim sevgen cananim sol kalbim iyge mihmanim sol kalbim iyge mihmanim sol teşna yürekte armanim sol teşna yürekte armanim sol köygen köngülge dermanim sol Mecnun tağlık cilla taptinge Mecnun tağlık cilla taptinge Merkezci diyalmaz kıyaptinge Bulbuldan kalıp